Assalomu alaykum. Ismim Bahodirjon, familiyam Ashurov, Andijon viloyatida Saxovat fondini boshqaruvchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelyapmiz 1 yildan beri. Yonimizdagilar aka-uka, birodar, do'stlarimiz. Allohga hamd va sano bo'lsin. Bugun sizlar bilan diydorlashdik, ko'rishdik. Xudoga shukr. Bolajonlarni, mana onalarimizni, ustozlarni ko'rdik. Biz bundan bir hafta oldin sal qishda noyabr oyida sovuq keldi, xabaringlar bor. Qor yog'ib boshqa bo'ldi. Tashvishga tushdik, biz o'zimizni issiq kurtka kiyib yuribmiz. Ayrim sharoiti og'ir oilalar qanday farzandi kiyinyapti ekan degan narsani o'yladik. Bu narsani o'ylashga nafaqat biz, bu atrofdagi jamiki musulmonlar hammasi o'ylash lozim bo'lgan narsa. Sababi o'zini bolasiga nimaki kiydirayotgan bo'lsa, otasi o'tib ketgan, ota-onasi o'tib ketgan, yo bo'lmasam sharoiti kam ta'minlangan oilalarga shu narsani kiydirishga bizning bo'ynimizdagi farz hisoblanadi. Shu bolajonlar uchun issiq kurtkalar, oyoq kiyimlar, bosh shapkalar olib kelganmiz. Payg'ambarimiz alayhissalom mo'minni qalbini obod qilishdan yaxshi amal yo'q degan. Bugun mana Xudo xolasa salkam 300-400 dan ziyod bolalarni ko'nglini xursand qilamiz degan maqsadda chiqqanmiz. Sizlardan bitta iltimosimiz bo'ladi. Bu ishning orqasida juda ko'pchilik mehnat yotibdi. Mana bir haftadan beri yonimizdagi akalarimiz Qo'qonga borib kelishdi, Marg'ilonga borib kelishdi. Orqasidan to'xtamasdan kurtka tikkanlar bo'ldi, patenka istaganlar bo'ldi. Katta mehnat yotibdi. U mehnat qilganlarning haqqiga oxirida bitta go'zal qilib bolajonlarimizdan, ustozlarimizdan, ota-onalarimizdan duo qilib bersanglar, bizga shuni o'zi inshaalloh kifoya bo'ladi. Bugundan boshlab inshaalloh bu bolalar bizni qamrovimizga o'tib asiyligimizga. Bu bolalar bugundan boshlab mana shu akalari, mana shu ukalari ham otasi, ham onasi bo'ladi. Xudo xolasa bolalarimizga mana hamma oldida turib va'da beramiz inshaalloh. Otam, onam yo'q demaysizlar. Bugundan boshlab bitta insonga aka bo'lish kerak bo'lsa, bitta aka qanaqa bo'lsa, xuddi shu akani biz bajara olamiz vazifasini inshaalloh. Hozir sizlar bilan qolasizlar, sizlar bilan dardlashamiz. Bugun mana shu tumanimizga saxovatpesha insonlar keldi. Mana shu bolajonlarimizga qishda issiq bo'lib yurishlari uchun kurtkalar, poyabzallar berganliklari uchun Allohim bundan-da martabalari ulug' bo'lsin. Yana ko'p saxovatlarni qilsin Allohim. Tanajonlari sog' bo'lsin. Nima maqsad niyatlari bo'lsa, maqsad niyatlariga yetib yurishlik nasib qilsin. Eng avvalo hammalari sog' salomat bo'lib yurishlik nasib qilsin. Hammalaringga mendan rahmat. Yuzlarga Kench bo'lsa, aslan musobaqat bo'lsin. Katta bola hech kimga sabab ota-onani baxti misol bo'lsin. Allohu akbar. Aynan ketdi, aynan.
yozing umraga, enasini umraga. Umra ochilsa jo'natamiz inshaalloh. Noraxon dedi.